Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ko'rib turganingiz Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvida Kanada terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Bahs Kanada davlatining Edmonton shahridagi Commonwealth stadionida bo'lib o'tdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab maydonda ehtiyotkorlik o'yin kuzatildi. Har ikki jamoa to'pni nazorat qilishga harakat qilishdi. O'zbekiston futbolchilari himoyada intizomli harakat qilib, mezbonlarning hujumlarini muvaffaqiyatli bartaraf etishdi. 9-daqiqada Farruh Sayfiyev qoida buzganligi uchun sariq kartochka oldi. 23-daqiqada esa Abbosbek G'aniyev jarohat sabab o'yinni davom ettira olmadi va uning o'rniga Abbosbek Fayzullayev maydonga tushirildi. Birinchi bo'lim davomida jamoalar bir nechta hujumlar uyushtirgan bo'lsa ham darvozalar daxlsiz qoldi. Natijada tanaffusga 0-0 hisobi bilan yo'l olishdi. Ikkinchi bo'limda Kanada tarkibdagi o'zgarishlardan so'ng o'yin sur'atini oshirdi. Mezbonlar ko'proq hujum qila boshladi va ustunlikni qo'lga oldi. 58-daqiqada Kanada hisobni ochdi. Tani Oluwase o'ng tomondan jarima maydoniga aniq uzatma amalga oshirdi. Jonathan Osorio himoyachilar nazoratidan chiqib ketgan holda to'pni darvozaga yo'lladi va hisob 1-0. Goldan so'ng O'zbekiston terma jamoasi hisobni tenglashtirish uchun oldinga o'tdi. Murabbiylar shtabi bir qator almashtirishlarni amalga oshirdi. Vakillarimiz hujumlarda faollik ko'rsatgan bo'lsa ham, yakuniy zarbalarda aniqlik yetishmadi. Uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanayotgan paytda 91-daqiqada yana Tani Oluwase assist muallifiga aylandi. Uning uzatmasidan keyin Jayden Nelson qulay vaziyatdan unumli foydalanib, hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Shu tariqa Edmonton shahrida bo'lib o'tgan o'rtoqlik uchrashuvi Kanada foydasiga hal bo'ldi. 2-0. O'zbekiston terma jamoasiga esa keyingi o'yinlarda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bizda hozircha shular, bizni kuzatishda davom eting.